Assalomu alaykum, qadrli mijozlarimiz. Navbatdagi Labo mashinamizni qabul qilib olganmiz. Bu mashinamizda qilgan ishlarimiz eng full variantli injektor hamda oddiy propanlarni 4-pokoleniya propanga aylantirib berganmiz. 4-pokoleniya propanlarni faqat original zapchasi bilan uстановка qilib berganmiz. Bir ovozlarini eshitib, zaryad bo'lishlarini bir ko'ramiz, like bosib kuzatib turamiz. Mashinamiz zaryadi bo'ldi, xudo xolasa, o'sha propanga o'tdi. Ovozlari ham ovozlari ham juda ham go'zal, chiroyli holatda. Mana uстановkalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa, juda chiroyli, juda ham go'zal holatda. Prodaxmental bloklari, kompyuter miya, kislorod datchik, hammasi joy-joyida qo'yilgan. Tablolarimiz ham juda ham go'zal, hech qanaqa chek, ошибкаlar yonmagan. Koreyskiy vozdux, 4-pokoleniya reduktorlari bilan ventilyatorlarimiz ham ishlab o'chib, chiroyli holatda ishlab turibdi. Sizlarga ham shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Asmotorisga mashinangizni ishonib topshirishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, Damas Labo haydaydigan yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Like, podpiska, kommentlar bilan qo'llab turamiz. Hammaga rahmat.